Bu Arafa kuni Alloh taoloning huzuridagi eng buyuk kun hisoblanadi. Bu kunda tutiladigan nafl ro'za 2 yillik gunohlarga kaforat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahtasibu alallohi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu deganlar. Men Alloh taolodan umid qilamanki, oldingi yildagi gunohlarga ham, keyingi yildagi gunohlarga ham kaforat qilishini. Mana shu Arafa kunida tutilgan ro'za. Qarang, 2 yillik gunohlarga kaforat bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu Arafa kunida Alloh taolo odamlarni jahannamdan ozod qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allohu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafata." Biror bir kun yo'qki, Arafa kundan ko'ra Alloh taolo bandalarni jahannamdan ko'p ozod qiladigan boshqa kun yo'q. Ya'ni eng ko'p jahannamdan ozod qiladigan kun Alloh taolo mana shu Arafa kuni. Alloh taolo bandalariga yaqinlashadi bu kunda. Ya'ni o'zini ulug'ligi, buyukligiga loyiq ravishda bandalariga yaqinlashib, farishtalarga ular bilan faxrlanib aytadi ekanki: "Ma aroda haula." Bu bandalar nimani xohlayaptilar deb so'raydi. Bu hadisni Oysha onamiz rivoyat qilgan, Imom Muslimda keladi. Ya'ni bu bandalar nimani xohlayaptilar? Odamlar nimani xohlayapti u kunda? Nimani istaydi? Allohning mag'firatini, Allohning roziligini istaydi. Demak, ularning gunohlari kechiriladi ekan. U faqat Arafat tog'ida turganlarga xos emas. Arafat makonida tog'ida turganlarga ham va Arafa kundagi boshqa hajga bora olmagan hamma insonlarga. Chunki Alloh taoloning rahmati keng. Bu kun shaytonni eng haqillaydigan kun, eng shaytonni g'azabini qo'zg'atadigan, ichidan kuyadigan kun bu kun. Ya'ni shayton biror bir kunda mana bu Arafa kunchalik xor, haqir, past va g'azablangan holatda ko'rilmagan. Arafa kunchalik. Chunki Alloh taoloning rahmatini tushayotganini ko'radi u. Alloh taolo bandalardan shuncha katta gunohlarni kechirib yuborayotganini ko'radi. Ya'ni shaytonning shuncha qilgan vasvasalari, ishlari endi puchga chiqyapti-da, bekor ketdi. Alloh taolo qarasa bandalarni kechirib yuboryapti. Juda ham xor bo'lib, past bo'lib, haqir bo'lib, alami kelib xor bo'ladigan kun mana bu kun. Bu duo kuni. Arafa kuni duo kuni. Bozorlarda aylanib yuradigan kun emas. Ko'chalarni kezib yuradigan kun emas. Bekorchi narsalar bilan vaqt o'tkazadigan kun emas. O'yin kulgu qiladigan kun emas. Futbol o'ynaydigan yoki futbol tomosha qiladigan kun emas. Duo kuni. Bir yilda bir marta keladi. Eng buyuk kun. Shu imkoniyatni qo'ldan boy bergan kimsa haqiqiy mahrum odam bo'ladi. Bu Arafa kuni duo qilinadigan kun. Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Xayrud du'a du'a'u yawmi Arafa." Eng yaxshi duo Arafa kuni qilingan duodir dedilar. Qarang, eng yaxshi duo. Bir yilda necha kun bo'lsa, mana shularning ichida eng yaxshi qilinadigan duo mana shu Arafa kunida qilgan duo. Va khayru ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zlarida davom ettirib aytibdilarki, men va mendan oldingi payg'ambarlar aytgan eng yaxshi duo Allohdan o'zga haq iloh yo'q, Alloh yakka yagonadir, uni sherigi yo'q. Butun mulk unikidir. Butun maqtovlar, hamdlar unikidir. U hamma narsaga qodirdir. Mana bu duo. Imom Termiziy rivoyati. Mana bu duoda bir ajoyib sir bor, buyuk sir bor. Ya'ni bu kalima la ilaha illalloh tavhid kalimasi duo qabul bo'lish kaliti ekan. Hamma yaxshilikni eshigi mana bu. Dunyo va oxiratdagi barcha saodatlar, muvaffaqiyatlarning asosi. Shuning uchun ham bu Arafa ashiyasida eng muhim bo'lgan aytiladigan kalima qilindi. Qarang, qalbingizda tavhid kalimasini yangilaysiz ekan Arafa kuni. Ko'p aytish kerak mana shu duoni.
Ya'ni iymonni inson yangilaydi qalbida. La ilaha illallohni yangilaydi. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huva ala kulli shay'in qodir. Mana bu duo. Bu kalima eng buyuk va eng afzal zikr bo'lishi bilan birga oddiy bir aytib qo'yadigan gap emas bu. Ko'p bir takrorlab qo'yish kerak bo'lgan kalima emas. Balki o'zini ichiga olgan katta ma'nolari bor buni. Katta maqsadlari bor. Bu kimga foyda beradi? Ixlos bilan, aniq ishonch bilan, Allohga bo'lgan iymon bilan aytgan odamga foyda beradi. Lekin ma'nosini bilmay, maqsadini bilmay faqat tilda quruq aytib qo'yishning foydasi yo'q. Balki shu ixlos, sidq bilan, muhabbat bilan, Allohga iqbol bilan aytish kerak. Bu jannatning kaliti. Endi Arafa kuni qachondan boshlab duo qilish kerak deyilsa, aytiladiki, quyosh chiqqandan boshlab to botguncha duo qilsa bo'ladi. Bu kunni hammasida duo qilishga haris bo'lish kerak inson. Bo'lib ham oxirgi vaqtida, oxirgi asrdan keyin to quyosh botguncha shomgacha. Ya'ni bu kun duo kuni. Eng yaxshi duo mana shu kunda qilingan duo deyildi. Nima hojatlaringiz bor? So'rang. Chunki bugun eng yaxshi duo qilinadigan kun. Insonni muhtojliklari, ehtiyojlari, oxirat ehtiyojlari va dunyo ehtiyojlari bor. Mana shu kunda so'raladi. Ya'ni gunohlari ko'p odamlar. Tavba qiling, mana shu kunda Allohga duo qiling. Ajraling hamma narsadan. Uzoq xilvatda Robbingiz bilan qoling. So'rang, qo'l ko'taring, sajda qiling, yig'lang, yalining, yolvoring. O'tinib Allohga duo qiling. Gunohkorman, ya Robbi, meni kechir, azoblamagin, sharmanda qilmagin. Dunyo oxiratda ayblarimni yashirgin, gunohlarimni kechirgin, xatolarimni kechirgin. Ma'siyatlarimni satrla, jazolama, halok qilma ya Robbi, g'azablanma, mendan azoblama. Gunohlarimni kechir deb gunohlaringizga tavba qiling. So'rang Allohdan nima yaxshiliklar bo'lsa so'rang, jannatlar, Allohning roziligi nima kerak? So'rang, chunki bugun eng yaxshi duo qilinadigan kun. Dunyo hojatlaringiz bormi? So'rang. O'zingiz uchun so'rang, duo qiling, farzandlaringiz haqqiga, ota-onangiz haqqiga, butun ummatni, mazlumlarni, musulmonlarning haqqiga duo qiling. Chunki bu eng yaxshi duo qilinadigan, duo ijobat bo'ladigan kun. Nima hojatingiz bor? So'rang. Sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, halol, pokiza rizq, solih farzandlar, qarzi borlar. So'rang, qarzimni uzishimga yordam ber deb so'rang. G'am qayg'uga botgan odamlar, duo qiling. Istiqomat yo'liga tusha olmayotganlar, to'g'ri yo'l so'rang, duo qiling. Eng asosiysi salomat qalb so'rab Allohdan duo qiling. Solih amallarga muvaffaq qilishini so'rang. Qur'on va sunnatga asoslangan hayot berishini so'rang. Toyyib, pokiza hayot berishini, chiroyli xotimani so'rang. Nima kerak so'rang. Chunki eng yaxshi duo qilinadigan kun bu. Hatto salaflar ehtiyojlarini Arafa kuniga olib qo'ygan. Duo qilamiz Arafa kuni deb. Chunki bu kunda qancha ehtiyojlar, orzu, umidlar ijobat qilinadi, duolar ijobat qilinadigan kun mana bu Arafa ashiyasida deyiladi. Arafa ashiyasi degani asrdan to quyosh botguncha. Mana bu kun aniq belgilangan. Laylatul Qadr qaysi kecha edi ekan deb ibodat qilib insonlar 10 kun betor bo'ladi. Bu kun ma'lum. Arafa kuni. Odam g'animat bilib imkon bo'lsa xoli qolib hammadan shu duo qilish kerak. Asrdan to shu shomgacha, shom azoni aytilguncha. Alloh taolo hayyun karim bo'lgan zot. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, innalloha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifran khoybatayn. Alloh hayoli karim zot. Inson agar Alloh taologa hojatini so'rab qo'llarini ko'tarsa, ularni quruq, bo'sh, noumid holatda qaytarib yuborishdan hayo qiladi. Ya'ni Alloh taolodan siz qo'l ko'tarib so'rayotgan narsalaringizni bekor qo'lingizni qaytarib yuborishdan hayo qiladi Alloh. Demak, Allohdan so'raylik. Allohdan so'rayotgan narsalarimiz Alloh taolo buni berishda qiynalib qolmaydi. Allohga kattalik qilmaydi bu narsalar. Alloh bir narsani beraman desa hech kim to'sqinchilik qilib qola olmaydi. Allohni biror narsani ber yoki biror narsani berma deb turuvchisi yo'q. Hech qanday sherigi yo'q Allohning. Ya'ni ishlariga aralashuvchi yo'q. Alloh bersa shunday beradi sizga. Xotirjam so'rayvering Allohdan. Qanday hojatingiz bor?
beradi. Qancha qarzlaringiz bor, o'tab beradi. Qanday qiyinchiliklarga kirib qoldingiz, bartaraf qiladi Alloh. Qanday kasalliklaringiz bor, Alloh taolo shifo beradi. Duo qiling, qo'llaringizni ko'taring, Allohga yalinib yolvoring. Quruq qaytarmaydi, ishoning shunga. Alloh taolo quruq qaytarib olmaydi qo'lingizni. Mana jannat Firdavsni ham duo qilib so'raladimi, to'g'rimi? Duo bilan, amal bilan erishiladimi? Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar Allohdan so'rasangiz, fa iza sa'altumulloh fas'aluhul firdaus. Firdavs jannatini so'ranglar deganlar. Ya'ni Firdavs jannatiga Allohdan duo qilib so'rab erishiladi ekan. Jannatning eng oliysi bu. Endi siz mana bu so'ramoqchi bo'lgan narsalaringizni qarang. Naqadar oz, naqadar arzimas bu narsa. Alloh berishga qodir shu ozgina narsangizni. So'rang Allohdan. Ha, bu dunyoni o'zi pashshani qanotichalik qadri yo'q Allohga qarang. Jannatni so'rasak Alloh jannatni beradi ekan, Firdavsni. Ama dunyo nima bo'lib qoldi endi? Sizni endi ozgina hojatingiz nima bo'lib qoldi endi? Agar dunyoni pashshachalik qadri bo'lganda, pashshani qanotichalik kofirga bir qultum suv bermagan bo'lardi Alloh. Shunchalik haqir Alloh uchun. Endi ozgina bir hojatingiz yo bir qarzingiz, shuni so'rayapsiz Allohdan. Endi Alloh berishga qodir emasmi? Beradi, duo qiling. Dunyo oxirat hojatlarini so'rab duo qiling. Oldindan mana shu kunga tayyorgarligingizni ko'ring. Ishlaringizni to'g'rilab mana shu kunga bir bo'shangki, so'rang Allohdan nima kerak bo'lsa so'rang. Mana bu kun duo kun. Solihlardan biri aytgan ekanlarki, Arafa kunda qaysi duoni qilgan bo'lsam, bir yil o'tib o'tmadi, duom ijobat bo'lganini oppoq tongdek ko'rdim degan. Ya'ni bir yil u yoq bu yoqda duolarim hammasi ijobat bo'ldi degan. Arafa kunda qilgan duosini. Qarang, bu fursat, duo ijobat bo'ladigan kun mana bu kun. Bir kishi kasal bo'lib qolgan ekan, shol bo'lib qolgan ekan. Shunda yaqinlari juda ham bezovta bo'lgan, ota-onalari, qarindoshlari, ya'ni xavotir olib juda bezovta bo'lganda bu odam xotirjam bo'lgan. Arafa kuni kelgan paytda aytgan ekanki, meni Arafot tog'iga olib boringlar degan. Boya kishini ko'tarib olishib borgan, borib kechga duo qilgan. Quyosh botay degan paytda haligi kishiga Alloh taolo shifo berib, o'z oyoqlari bilan turib yurib ketgan ekan. Bu bo'lgan voqea. Ya'ni oyog'i ishlamay qolgan inson Allohga qattiq yalinib yolvorib duo qilgan, ya Robbi shifo berdi. Ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qilish kerak mana bu kun. Oyog'i ishlamayotgan odam shunday turib yurib ketgan. Ya'ni bu duo kuni, duolar ijobat bo'ladigan kun. Alloh bilan sodiq bo'lgan bandani albatta Alloh taolo hojatlarini o'tab beradi. G'am qayg'ularni artadi. Duosini ijobat qiladi. Arafa kun juda buyuk kun. Ba'zilar nima duo qilishni bilmaydi. Duo qiling, dunyo oxirat hojatlaringiz yo'qmi? So'rab duo qiling. Qur'onda kelgan duolar, sunnatda vorid bo'lgan duolar va o'zingizga kerak bo'lgan hojatlaringiz, o'zingizning hayolingizga kelgan barcha yaxshiliklarni so'rab duo qiling. Allohga shunday bir hokisonlik bilan o'tinib duo qilishimiz kerak. Ya'ni Alloh taolo g'ofil bo'lgan qalbdan duoni ijobat qilmaydi ekan. G'ofil bo'lgan. Balki diqqat e'tiborini shu duo qilayotganda bir joyga qaratib, Allohga shunday yalinib duo qilish kerak. Masalan, bir odam o'limga hukm qilindi, tasavvur qiling masalan. Doriga olib ketilyapti masalan. Qanday yalinib yolvoradi boyagi odamlarga. Kechirim so'ragan, u bola chaqam bor, shuncha qiladigan ishlarim bor va hokazo, rahim qilinglar, kechiringlar, nimalarni gapiradi. Qancha yalinib yolvoradi shularga. Masalan, endi har bir odamni do'zaxda unga ajratilgan joyi bor. To'g'rimi? Har bir odamning jannatda ham, jahannamda ham joyi bor. Shu jahannamdagi joydan qutulib, saqlanib, jannatdagi joyiga kirish uchun inson qanchalik yalinib yolvorish kerak Allohga? Qanday duo qilish kerak? Mana endi o'zingiz ayting. Bu kunchalik gunohlar kechiriladigan boshqa kun yo'q, illo Laylatul Qadr bor. Qarang, mana shunday buyuk kun bu. Boshqa bu kunchalik gunohlar mag'firat qilinadigan kun yo'q. Mana bu demak bizga fursat. Ba'zilar o'zini gunohkor his qilmaydi. Shuning uchun ham tavba qilmaydi. Bu johillik bu. Gunohlar shunchalik ko'pki,
Agar uni hidi chiqqanda edi, odamlar bir-birlari bilan yasholmay qolardilar. Allohga qattiq ibodat qilib tavba qilaylik. Alloh taolo bandasiga mehribon. Nima gunohingiz bor? Tavba qiling. Duo qiling mana bu kuni. Qo'lingizni oching, so'rang Allohdan. Ya Robbiy, meni qilgan hamma gunohlarimni kechirgin. Avvalgi-yu oxirgi, katta-yu kichik, maxfiy-yu oshkor, hamma gunohlarimni. Alloh taolo juda ham mehribon zot. Hatto onamizdan ham Alloh taolo mehribon. Hatto o'zimizdan ham Alloh taolo bizga mehribon. Hatto salaflardan biri juda ham bir qalbini yo'qotib qo'yib, mahzun holatda, tushkunlikka tushib, ya'ni bir ma'siyatga aralashib qolgan, Allohga tavba qilib, juda yomon ahvolda qolgan. Shunda yo'lda ketayotganda qalbimni yo'qotib qo'ydim deb xafa bo'lib ketayotganda, yo'lda bir voqeaga guvoh bo'ladi. Ya'ni bir ona bolasini jazolash maqsadida uydan eshikka, ko'chaga chiqarib yuboradi. Bor, qayoqqa borsang bor, deb haligi onasi urishib bolani ko'chaga chiqarib qo'yadi. Shunda boyagi bola ko'chaga chiqib, bu yoqqa qaraydi, bu yoqqa qaraydi. Oxiri yig'lashni boshlaydi. Yalinadi, yolvoradi. Onajon, iltimos, meni kirgizing, qayoqqa ham boraman. Sizni yaxshi ko'raman. Mana shu qilgan ishimni qaytib qilmayman. Meni kechiring, iltimos, eshikni oching deb taqillatib, ko'p onasiga yalinib, yolvorib eshikni taqillatib turadi. Shunda onasi eshikni ochadi. Ochib, bolasini mahkam quchoqlaydi. Quchoqlab o'pib, ko'z yoshlarini artib, o'g'lini yana ko'tarib uyga olib kirib ketadi. Mana shu holatga guvoh bo'lgan boyagi kishi ko'rib turib, men endi qalbimni topdim deydi. Ya'ni Alloh taoloni huzuriga borib, yotib olib, yalinib, yolvorib, duo qilib Allohdan so'rash kerak, tavba qilish kerak inson. Alloh taolo bandalariga qanchalik mehribon. Ana shu ona bolasiga bo'lgan mehridan ko'ra Allohning mehribonchiligi buyukroq emasmi? Mana Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Alloh taoloning 100 ta rahmati bor. Shundan bittasini tushirgan. Ya'ni jinlar, insonlar, hayvonlar, chorva hayvonlarning orasiga bittasini tushirgan. Shu bilan bir-biriga mehribonchilik qilishadi. Bir-biriga rahm qilishadi. Bitta rahmat bilan qarang. U qancha juzlarga keyin bo'linib ketadi. Vahshiy hayvon bolasiga shu bilan mehribonchilik ko'rsatadi. Alloh taolo 99 ta rahmatini olib qo'ygan huzuriga. Mana shu bilan qiyomat kuni bandalarni rahmat qiladi, rahm qiladi. Ya'ni mo'min bandalar. Shuning uchun ham Allohning rahmati juda ham keng. Mana bu kunlardan foydalanib duo qilaylik. Allohdan so'raylik. Alloh taolo bizni ota-onamizdan ko'ra, hatto o'z nafsimizga o'zimiz qanchalik achinamiz, mana shundan ko'ra Alloh mehribonroq. Hammod ibn Salama rahimahulloh aytadilarki, vallohi agar meni ota-onam hisob-kitob qilishi bilan qiyomat kuni Alloh hisob-kitob qilishini o'rtasida ixtiyorli qilinsam, ya'ni menga ixtiyor berilsa, Alloh hisob-kitob qilsinmi seni, ota-onangmi deb agar menga ixtiyor berilsa, Alloh hisob-kitob qilishini tanlayman deydi. Chunki Alloh taolo menga ota-onamdan ko'ra mehribonroq deydi. Qarang, Odam alayhisalomdan beri qiyomatgacha keladigan odamlar, mahluqotlar mana shu bitta rahmat bilan bir-biriga rahm qilyapti. Onani bolasiga bo'lgan rahmati ham mana shu bitta rahmatni ichidagi bir juzlari. Endi Alloh taolo 99 ta rahmatni olib qo'ygan o'zining huzuriga. Shuning uchun ham hech kim noumid bo'lmasin, umidsizlikka tushmasin va boshqalarni ham tushirmasin. Allohga qaytaylik, Allohga tavba qilaylik, duo qilaylik. Faqat mana shu endi istiqomat yo'lida mahkam bo'laylik bu yog'iga. Orqaga qarab ketmaylik. Eski holatga qaytib ketmaylik. Tavba qilgandan keyin.